Hozir Huvaydoda joylashgan xonadonda turibmiz. Bu xonadonga tosh ishlari, shulardan travertin, granit, onyx ishlari hamda kafel ishlari qilib berilgan. Xo'p, shu turgan uchastkamizni fasadiga общий qancha pul ketgan? 170 mingdan oshiq pul ketgan, undan usta haqqi 100 mingdan oshgan. Nimaga usta haqqiga bunchalik ko'p pul ketgan? Chunki bu yerda patologlarga ham travertin ishlatganmiz. Bu yerda ushlab qolish uchun uni konstruktivniy qilib yasalgan, har bittasi temirlar bilan osib chiqilgan. O'ziga yarasha mehnati og'ir. Keyin mana fasadlarimizdagi mana uyga tashqi devorlariga g'ishtdan keyin bazatlar qo'yib, temirlar bilan qotirib, keyin tosh o'shanga qotirilganda, har bitta ishi detalniy qilingan, yuvelirniy ish bo'lgan bu yerda. Shuning uchun ham shunaqa pul bo'ldi. Keyin bu yerda mana devorlarda onyxlar qilingan. Onyxni ham u hamma joyda uchirib yuradigan emas, juda ham noyoblari olingan hamda letniy kuxnyadagi mana bu brazilskiy toshlar olingan, granitlar. Juda ko'p eksklyuzivniy ham yaxshi, eng sifatli materiallardan ishlatilgan. Agar sizlar ham kelajakdagi uylarning qurilishini ideal holatda chiqishini xohlasanglar, 20 yillik tajribaga ega rixsizlarga ishonib topshirishinglar mumkin.